Bizada itta abeta osh harakati. Puxta tuxum qaynatdi. Puxta qozon qo'yganmiz, go'sht. Mana bu yoqda sabzi, piyoz. Hozir zig'ir yog'ini eritib kubik shaklda qilganmiz, shuni olamiz. Ikkitagina qo'shamiz. Birinchilar, bu birinchi itta qo'yamiz, hozir faqat tagini osamiz. Burada mayscha, zira, keyin kurkuma. O'zini maxsus pripravasi bor, nafti deb qo'yganmiz. Mana bu yerda qalanfurcha. Короче, bizlar itdan qilayotgan oshimiz. Mayiz, zira, kurkuma, qalanfur, tuxum, keyin nohut, hamma narsasi sho'xtani. Qanday chesnok bizdan chiqibdi. Biza bir ish qilmaylik. Hamma joy sochilgan. Ana shu ahvol. Bir ton nafasida